xuddi shunaqa bir erkak bor ekanda. Ayoli yursa ham, tursa ham, uxlasa ham, uyg'onsa ham unda ayb axtarib, uni orqasini kavlash bilan vaqti o'tar ekan. Bir kuni erta tongda ayolini chaqirib, kechasi bilan quruq yotib chiqding, meni uxlatmading. Qachon bu holatdan qutulaman? Haligi ayol bechora ming hijolat haligi erini oldida nima qilishni bilmasdan, unaqa qilmayman, quruq yotmayman. Endi ayol kishi nima qiladi? Hijolat bo'lganidan ham tan olmayapti-da. O'sha kuni kechasi hali ovoz yozadigan uskunami, apparatni o'shanda isbotlab beraman senga. Tan olmadingmi? Endi o'sha narsani isbotlab beraman deb kechasi hurriyaga otishini kutib uxlamabdi-da haligi erkak. Ayolini aybini isbotlayman dedi. Ovozini yozib olibdi. Ertalab turib, endi o'ziga eshittirib isbotlab beraman. Endi shunday tan olmasmikin desa, ayoli nafas olmayotganmish. Oxirgi kechasi bo'lgan ekanda. Issiq jonda qachon o'lishini bilmaydi hech kim. O'sha ovoz yozish uskunasidagi ayolini xurrak yotgan ovozi bor-ku. U erkak